O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalimizda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 18-iyul kungi ob-havo prognosini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha ham kutilishi mumkin. Harorat kechasi 25-30 daraja, kunduzi 40-45 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 24-29 daraja, kunduzi esa 40-48 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 9-14 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi esa 40-45 daraja bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting, biz sizga eng sirlilarini taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.